tushda obodonlik ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadi: agar xaroba joyni, masalan, masjid, madrasa, xonaqoh va shunga o'xshash yerlarni obod qilayotganini ko'rsa, o'zida hosil bo'lgan sof din, aql, zakovat va oxirat sohibiga dalildir. Xaroba yerni, masalan, saroy, do'kon va shunga o'xshashlarni o'zi obodon qilayotganini ko'rsa, bu jahonning xayriyat va foydalariga ega bo'lishiga dalildir. Obod joy yiqilib xaroba bo'lganini ko'rsa, o'sha joy ahliga balo va musibat yetishiga dalolat qiladi. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, kimki o'zini obod joyda muqim yashayotgan bo'lib ko'rsa, obodonlikning katta-kichikligi miqdoricha xayr-u manfaat ko'rishiga dalolat qiladi. Agar aksini ko'rsa, unga ziyon va zahmat yetishi ishorasi. Hazrati Ja'far Sodiqning aytishicha, obodonlikni ko'rish 4 narsaga dalil qiladi. Bu dunyo ishlarining soz bo'lishiga, xayr-u manfaatga, murod maqsad hosil bo'lishiga, yurishmay qolgan ishlarning yurishib ketishiga. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.